kimdi shu kunlarda bir ishlar yurishmayotgan bo'lsa yoki bir melichevka narsadan siqilib yurgan bo'lsa, mayda-chuyda narsalar, ya'ni bu kimdir kasal yo farzandsizlik yo bir narsa emas. Aynan bittani unetni ololmay siqirib yurgan dabbalar, keyin ana kiyim olayotgan men tursiga men razmeri chiqmadi deb melichevka narsadan ham siqilib yuradiganlar bo'lsa agar bir mardikor bozorga kelib ketinglar-da. Hozir o'zim qarg'ab ketyapman-da, shunaqalarni o'zi ulardan bittasi o'zimizim. Mana shu sharoitimga bitta narsalardan nolib yurdim-da. Mardikor bozorga kelib hozir qaytib ketyapman. 3 ta odam olib yuk keldi tushirtirishga. Yuraklarim ezilib ketdi-da, xullas mana shu yergacha olib kelguncha gaplarni eshitdi. Menga gapirmayapti, 3 kishi oldim, uchalasi bir bilan gaplashib tezroq yetib borib, tezroq tushirsam deyapman-da, keyin Xudoga shukr qilib miyam bo'lib ovozim o'chib ketyapman. Hozir o'zim gaplashib kerakmas ekanda, necha kirib, necha yoshgacha yashashing hech kim bilmaydi, hali yo'q muammolarni o'zimiz yasab olib chiqib yuribmiz ekanda. Oxirida